berish, soprovождение, yuridik maslahatlar berish bunga hech qanaqa litsenziya talab etilmaydi. Endi qanaqa shaklda ochilishi kerak? MCJmi, YTTmi degan savol ham bor. Agar siz jamoa bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta MCJ, mas'uliyat cheklangan jamiyati sifatida faoliyat olib borishingiz kerak. MCJ sifatida. Chunki bemalol xodimlarni ishga olishingiz mumkin. Endi yuridik kompaniya ochish uchun o'zi yurist bo'lish shartmi deydi. Shart emas. Oddiy maktabni bitirgan o'rta maxsus bilimiga ega odam ham bemalol bugun MCJ ochib faoliyat olib borishi mumkin. Muhimi jamoangizda sifatli kadrlar bo'lishi, bu muhim hisoblanadi. Endi bitta kompaniya yurist olib, agar uni ishlatadigan bo'lsa, oldingi videoda ham aytdim, o'rtacha oylik yuristlarniki sredniy образование, ya'ni o'rta maxsus ta'limga ega odamlarni, o'rtacha yuristlarning oyligi $400 atrofida bo'ladi. Bu yiliga $4800 degani. Endi qaysi biri yaxshi? $4800 to'lab o'rta maxsus yuristni ishlatgan yaxshimi yoki bor yo'g'i $2000 to'lab turib, целый katta komandani kuchidan foydalangan yaxshimi? Va eng asosiysi, bu целый komandani har biri deyarli 80% высшее образование ega professional kadrlarning xizmatidan foydalangan yaxshimi? Javobi o'zingizga ayon. Endi kimlarga qanaqa sohada yo'nalishlarda bu yuridik kompaniya tashkil qilsa bo'ladi, mijozlarga xizmat ko'rsatsa bo'ladi deyilganda, O'zbekiston bo'yicha eng talab yuqori bo'lgan yo'nalishlar bor. Bu xususiy klinikalar, ta'lim yo'nalishlari, IT kompaniya